Assalomu alaykum, hurmatli mijozlarimiz. Bugungi manzil Farg'ona shahari Sadvin sovxozi bo'lyapti. Prema katta yo'lga yaqin joyda mana shu shati sotilyapti. Katemiz 3.5 sotilik fundament quyilib, podvallari bo'lgan. Uyimiz to'liq pishig'ishda bo'lgan. Qarang, svet, suv, gaz, kanalizatsiya va shunday yo'q. Mahallaning ichida kiraverish, kirasiz katta sahnasi. Endi akamiz menga огород kerak emas, o'zim mana shu yerda yashayman degan qilgan, lekin hozir sotib olyapti. Polniy steyashka xohlamadlarga naveslar qilib, mangal sangal qilib, maza qilib yashaydigan holatda. Uyda sizlarga birma-bir tushuntiraman, mabodo yo'qsa olishingiz mumkin. Hop, devorlar polniy teramitning qilingan, qarang. So'g'il qismi qo'ygan xolos. Bu tomonda orqada hozirda podval bor, podvalga tushamiz sekin-astalik bilan. Sizlarga to'g'riroq ma'lumot beraman. Bizning ijtimoiy tarmoqlarda Telegram, YouTube, Instagram, Facebookda tomosha qilishingiz mumkin. Farg'ona uy bozori Telegram gruppamiz bor. Instagram Farg'ona uy bozori hamda YouTube Dilrod TV kanaliga obuna bo'lib, o'z xohlagan uyingizni sotib olishingiz mumkin. Qani birodarlar, ishimizni boshladik. Birma-bir sizlarga ma'lumot beraman. Xo'p, kiraverish zinamiz mana holati yaxshi. Teramitning qilingan, faqat ichki qismlarini bitta ko'ramiz mana. O ana, bag'i endi korobka holatda, lekin steyashka bo'lgan ekan. Duvorlar shpaklovka, abuga tayyor, elektromontaj bo'lgan, issiq pol, topli pol qilingan, yevromontaj hamma yoqda qilingan. Siz qilgan ishingiz gipsogordan najopatlar yoki abuy qilasiz, laminat pol qilasiz, maza qilib yashaydigan holatda mana. Bismillah deb kiramiz. Bunisi endi hammom. Men bir uzr, oshxona bo'lishi mumkin, nima deganda suv, gaz chiqarib qo'yibdi. Bat endi oshxona. Endi bunisi katta kino studiya qilingan, endi oluvchi odam o'zini xohlagan planni qilib qiladigan joy ekan. Yuramiz, chap to'lda xona bor. Xo'p, sanuzel bor. Hamda yana bitta yotoqxona bor. Xo'p, pastki qismida bitta-yu, ikkita, uchta xona bor. Endi biz oshxona bilan 4 ta bo'ladi. Endi TV qismiga chiqamiz. Xo'p, TV qismi ham xuddi shunaqa holat mana. Xo'p, tevalari to'sin tashalgan, vasa qo'yilib, doy bosilgan, mustahkam, zo'r. Bu tomoni xona mana. Holati TV ham istiqbol qilingan mana. Yevromontaj qilingan. Romba akfadan qo'yilgan mana. Xo'p, endi bunisi bitta xona. Sanuzol hamda yotoqxona. Farg'ona shahari Sadvin sovxozi bo'lyapti. Xo'p, metan zarfovkadan o'tganda mahallaning ichida 3.5 sotilik, 2 qavatlik, adashmasam 7 xonalik kotej sotilyapti. Uyimiz pishig'ishdan deyishyapti. Svet, suv, gazdan va muammo yo'q deyapti. O'zi bu hududlarda shpaklovka qilinmagan oddiy korobka holatlarda 120-130 ming deyilyapti. Endi ular aytishaveradi. Hamma og'zi kelgan gapirar ekan batda. Hamma birdan boy bo'laman deydi-da. Endi bu akamiz qimmat qo'ymayapti. Bu uyning narxini 110 ming AQSh dollar deyapti. Ya'ni kelishilgan joyi bor. Mabodo Sadvin sovxozidan uy olaman demoqchi bo'lsangiz, mana sizga tayyor uyda kelib, maza qilib olib, remont qilib yashaysiz. Deyarli ishi bo'lgan. Roma qo'yilib bo'lgan, ichki shpaklovka qilinib bo'ldi, faqat ichki qismi qoldi xolos. Boringki 10 ming, 15 ming, 20 ming dollar deyin. 120 ga tushadim sizga, agar mabodo 100 ga bersa. 110 ming dollar deyaptilar akamiz. Lekin holati yaxshi. Zo'r ekan. Yo'qsa, pastga nomor qo'yaman. Bosaverasiz. Bizni qo'llab-quvvatlab bitta like sizdan xizmatmanda Abdushi, bizni Instagram Farg'ona uy bozoriga kirsangiz, o'shda kunlar uy qo'yaman, ko'rib, maza qilib uy olishingiz mumkin. Kvartira qo'yapman, hovli uy qo'yapman, turar, noturar joylar qo'yapman ko'proq. YouTube'ga faqat bir oyda bir marta qo'yapman. Salomat bo'lasizlar. Farg'ona shahar Sadvin sovxozida bo'lyapti. Elitni hudud, svet, suv, gaz,
kanalizatsiya bor.